Respublikasining yangi taraqqiyot yo'li milliy davlatchilikni barpo etish. Mamlakatimiz tarixida buyuk davlat arboblari va allomalar tomonidan inson huquqi, ijtimoiy hayotda dasturul amal vazifasini o'tay oladigan buyuk asarlarning Konstitutsiyamiz yaratilishidagi ahamiyati kattadir. Konstitutsiya yangi O'zbekiston 3-Renessans davrining huquqiy poydevoridir. Ajdodlarimizning bizga qoldirgan har bir ma'naviy merosi zamirida inson huquqlari, odilona qarashlar ustuvor turadi. Zero kuch adolatdadir.